Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga BYD Tang L yoki rasmiy diler olib kirgan Atto 8 avtomobilni ko'rsatamiz. Bu avtomobil to'liqligicha elektr energiyasida harakatlanadi, ya'ni to'liq elektr avtomobil. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Oldingi Tang bilan solishtirganda bunday o'zgarishlar juda ko'p. Old qismini ko'ryapsiz. Ko'rinishidan o'zi bundagi o'zgarishlarni o'zingiz ham bittada bilib olishingiz mumkin. Ya'ni chiroqlar ikki bo'limga ajratilgan. Hozirgi zamonaviy avtomobillarning deyarli hammasi shunaqa. Yuqorida kunduzda harakatlanish chirog'i, pastda esa asosiy chiroqlar joylashtirilgan bo'lib chiqyapti. Ya'ni konsepsiyalar o'zgardi. Bunda ham xuddi shunaqangi konsepsiyadan foydalanib o'tilgan. Pastki qism esa to'liqligicha yonib turadi. Ya'ni oldingi Tang hamda BYD Hanlar bilan bir xil ishlangan avtomobilimiz. Pastki qismda havo, ya'ni disklarni sovutish tizimlari ham faol ravishda ishlaydi. Radiatorga havo kiradigan joylar ham bor va bu avtomobil yoqilgandan keyin shunchaki turganda emas, yo konditsioner ishlatganingizda yoki yurganingizda o'zi avtomatik ochiladi. Turganda esa xuddi mana shunday yopiq holatda turadi. Old qismda 6 ta Parktronic sensorlar joylashtirilgan avtomobilimizda. Ko'ryapsiz, disklari ham chiroyli va yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda lidarlar ham qo'yilgan va avtomobilga lidar qo'yilganligini evaziga 2026 BYD bor edi-ku, o'zimizning BYD Song Plus'da. Ularda xuddi shunaqangi Smart Driving'ga chiqqan edi, yonida kameralari bor. Unda ko'k yonida chiziqchasi bo'lardi, bunda qizil chiziqcha qo'yilgan, ya'ni BYD Smart Driving'nikidan buni lidari, buni avtopilot tizimi bir pog'ona balandda turadi. Gabaritlari haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Avtomobilimizni balandligi 1,76 m, eniga esa 1,99, deyarli 2 metrni tashkil qiladi. Uzunligi esa 5,4 m ga teng. G'ildiraklar bazasi esa 2,95 m. G'ildiraklar bazasini aytib o'tganda, albatta buni podveska tizimini ham sizga aytib o'tishimiz kerak. Avtomobilda to'liqligicha yangilangan podveska tizimidan foydalanib o'tilgan 2 bo'g'inli podveska tizimi. Undan tashqari elektron amortizatorlarni elektron tarzda boshqarsangiz bo'ladi. Yunyan tizimi bor. Avtomobilni monitordan hozir ichki qismiga o'tganda ko'rsatamiz. Undan siz komfort yoki sport qilib podveskani ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Oldin rulni o'zgartirish mumkin edi. Komfortga qo'ysangiz qayrishlarda yumshoq harakatlanardi rul, sportga qo'ysangiz qattiqroq. Endi podveskani ham ma'lum bir miqdorda xuddi shunday siz boshqarsangiz bo'ladi. Endi 2 bo'g'inli podveska oldingi qo'yilgan McPherson tipadagi podveskalardan nima farq qiladi desangiz, bu nisbatan yumshoqroq va boshqaruvda ham 30-40% ga bu kuchliroq ekan. Ya'ni siz avtomobilni tez harakatlanayotganda o'ynatganingizda ham bu avtomobilni bitta chiziqda ushlab berishga 30-40% effekti kuchliroq ekan. Oldingi McPherson tizimiga qaraganda. Yumshoqlik jihatidan olib qaraganda ham bu podveska tizimi deyarli 40% ga McPhersonga nisbatan yumshoq va bu avtomobilni oldingi obzorda ham aytganman, Genesis JV80 xarid qilgan, Genesis JV80 haydagan bir mijozimiz xarid qilganda avtomobilni sotib, $110,000 avtomobilni sotib, buni ikkita motorlisini olgan, keyin aytgandiki, test drive qilgandan keyin podveska tizimi Genesisdan yumshoq ekan va buni shumoizolyatsiyasi, ya'ni tashqaridan shovqinni o'zida ushlab qolishi ham juda kuchli ekan, ya'ni ichkariga uncha ko'p shovqin kirmas ekan deb aytgandi. Shunday ekan, bu avtomobil juda ham sifatli chiqarilgan. Orqada esa ko'p rechakli to'liqligicha mustaqil podveska qo'yilgan. Bu ikkinchi pozitsiyadagi BYD Tang L flagship deyiladi. Uchinchi pozitsiyadagi flagship bilan farqi, bunda orqada bitta motor joylashtirilgan, RVD shaklda harakatlanadi va disklari bunda R20 va dizayni boshqacha. Buni ikkita motorlisida oldida ham qo'shimcha motor, orqada ham 4VD bo'ladi, ikkita motorli bo'ladi va disklari 21 bo'ladi. Qolgan narsalar deyarli bir xil. Ichki qismga o'tganda batafsilroq aytib beramiz. Orqa ko'rinish dizayniga ham o'zingiz ahamiyat bering. BYD logotiplari yonib turadi va mana bu chiroqlar BYD Hanni bizga eslatib yuboradi va bundan tashqari BYD Han L avtomobili ham bor, bilasiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak, unga ham to'liq obzor olganmiz. Shunikiga ham o'xshash tarzda ishlangan chiroqlari va bu avtomobilimizni BYD Han L bilan platformasi bitta, ya'ni ishlab chiqarilishi bir xil. Yuqorida qo'shimcha to'xtash chiroqlari, kameralar o'rnatilgan va adashmasam mana pastki qismda ham kamera qo'yilgan. Mana bu kameralarimiz avtopilot tizimiga, ya'ni avtomobilning o'zi harakatlanish tizimiga javob beradi. Pastdagisi esa 360 gradus kameramizni orqa qism bloki va orqa bamperlarda ham to'liqligicha
6 ta parktronik sensorlari bor. Bu degani avtomobilda avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi ham bor. Lekin bular o'zimizda ishlamaydi. Chunki buni ishlatish uchun siz master account qildirishingiz kerak. Shunda telefondan ulab boshqarsangiz bo'ladi. Shunday ekan bu narsalar unchalik muhim emas. Tang L yozuvlari va mana buni aytdim. Qarang, qizil belgichasi bor yonida. So'ng plyuslarda mana shu yerda belgisi ko'k bo'ladi. Ya'ni uni avtopilot tizimi bunikidan bitta past pog'onada turadi. Buniki esa bitta yuqori pog'onada turadi. Shu yerdan bilib olsangiz bo'ladi. Va bitta narsaga ahamiyat bering, avtomobilning nafaqat old qismi, orqa qismi ham masalan dizayn jihatdan olib qarasangiz chiroyli. Biznikilar juda ko'p shu narsani tanqid qiladi, xunuk bo'lsa, lekin majburlikdan hammamiz oddiygina farasi qoraytirilgan Cobalt'ni olib haydayveramiz, lekin mana bunaqangi avtomobillar bo'lsa, orqasi xunuk ekan, boshqa ekan deyiladi-ku. Xuddi shu tomondan olib qarasangiz, orqa qismi ham juda chiroyli. Bunga o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Yukxona elektron tarzda va pult yordamida, undan tashqari ichkari qismdan tugmada va monitordan ham ochiladi. 3-qator o'rindiqlari ham bor. Buni yotqizib qo'yib yukxona qilsangiz bo'ladi. Xuddi mana shu holatda 110-150 litr atrofida yuk joylasangiz bo'ladi. Sig'imi 110-150 litr bo'ladi. Yotqizganingizda esa 450 dan 580 gacha bo'lgan yukxona ochiladi. Mana bu qismda subwooferlar ham joylashtirib o'tilgan, ya'ni avtomobilimizni dinamikasi, ya'ni qo'shiqlarni aytish ham juda zo'r holatda ishlab turadi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi avtomobildan. Yopilishi ham elektron tarzda, xavfsizlik tizimlari ham o'z joyida ishlaydi. Juda ham zo'r va chiroyli, texnologik bo'lgan avtomobil. Aytgandek, bu 7 kishilik bo'lganligi uchun oilaviy elektromobil desak ham menimcha juda to'g'ri bo'ladi. Yon tomondan ahamiyat bergan bo'lsangiz, oynani pastki qismi tekis qilib ishlangan. Bu yerda hech qanaqangi xrom elementlar qo'yilmagan. Bu eskisida bor edi, bilsangiz. Bu yangi platforma bo'lganligi uchun xuddi shunaqangi tarzda chiqarilgan va mana bu 3-qator uchun qo'yilgan kichkinagina oynani hisobga olmaganda, orqa qator bir tekisda qilingan. Juda ham chiroyli tarzda chiqqan. Bu yangi platformani sharofati bilan xuddi shunday ko'rinishga kelgan. Bu yerda ko'ryapsiz, tugmalar qo'yilgan, ya'ni kaltsiz kirish funksiyasining tugmalari, yon ko'zgularimiz qayriladi, undan tashqari elektron tarzda sozlanadi va orqadan avtomobil kelsa ogohlantirish funksiyalari ham bor. Tugmani bosishimiz bilan eshik ruchkalari avtomatik tarzda chiqib keladi. Bu avtomatik tarzda kiradi. Qishda muzlab qolishi degan savol juda ham ko'p tug'iladi ko'pchilikda. Bu ruchkani o'zimiz juda ko'p sinab ko'rganmiz. Qishda ham, yozda ham, boshqa paytlari ham bu muzlab qolganda ham muzni bemalol sindirib olib o'zi ochila oladi. Undan hech qanday xavotir olmasangiz bo'ladi. Qani, tegmaydimi? Yo'q. Juda ham chiroyli tarzda ochildi eshigimiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshik obshifkalari ham chiroyli. Yuqori qismda qora charmlardan ishlov berilgan, o'rta qismda esa mana bunaqangi to'q apelsin rangi yoki sariq sabzining rangi desak ham bo'ladi. Chunki apelsinnikidan nisbatan to'qlik qilar ekan, sariq sabzi rangida desak bo'lar ekan. Pastki qismda plastikdan foydalanib o'tilgan. Orqa qismini ochish va bu yerdan to'liqligicha oynalarni boshqarish. Mana bu yerda karnaylarimiz joylashtirilgan. Adashmasam to'liqligicha avtomobilda 28 ta karnaylar bor. Avtomobilning ichki qismida o'tirganingizda ham o'zingizni shovqindan xoli his qilasiz. Ya'ni bu gap isboti bilan degani, ichkari nisbatan qorong'uroq, shuning uchun tugmani bosib panoramani ochamiz, yorug'roq bo'ladi. Bu yerda panorama tom funksiyasi bor, lyuklari ochilmaydi. Oldingi tangda ochilardi, tang yerda ochilmaydi. Bu yerda esa ko'zoynak qo'yish uchun yaxshigina joy ham bor. Material bilan, ya'ni mato bilan qoplangan. Ko'zoynagingizni chizmaydi, qirmaydi. Chiroqlar ham bor ekan, to'liqligicha LED bo'lgan chiroqlar, Face ID tizimi. Shuni yana bir marta aytib o'taman, mana bugun ham bir mijoz kelib Face ID bormi bu avtomobilda, o'tirsam meni yuzimga ochiladimi degan gap aytdi. Men hali shu kungacha Face ID yordamida ishga tushadigan avtomobilni o'zim ko'rmadim. Land Cruiserda adashmasam barmoq iziga o't oladigan funksiyasi bor, lekin Face ID'li hali to'g'risi sinab ko'rmadik, balki bordir. Bu Face ID'ni vazifasi nima? Buni vazifasi avtomobil avtopilot tizimida harakatlanganda siz yo'ldan chalg'isangiz yoki uxlab qolsangiz sizni uyg'otish uchun. Bu sizga qarab turadi. Boshqa avtomobillarnikida rulni mana shu qismida ham bo'ladi. Ikkita qizil kameralar bo'ladi. Ular sizga shu qarab turadi va uxlab qolganingizda ishlaydi. Ungacha buni ochib qo'yasizmi, yopib qo'yasizmi, bu faol holatda bo'lmaydi. Qachonki avtopilotga qo'yganingizda ishlaydi. Rul ham to'liqligicha yangilangan, orqa qatorda yaproqchalari bor. Bu avtomobilni avtopilotini ishga tushirishga xizmat qiladi. Uzatmalar esa mana shu yerda joylashtirilgan rulning orqa qismida. Bu yerdan siz oyna tozalagichlarini ishlatishingiz mumkin. Head-up display, tablo ham qo'yib o'tilgan, o'zimizga xos va mos tarzda. Bu yerda esa 15.6 dyumdagi kattakon markaziy displey ham bor.
juda ham zo'r tarzda ishlaydi. Avtomobilni 3D shaklda ham o'zingizga moslab sozlab olsangiz bo'ladi. Bemalol barcha funksiyalarini ko'rib sozlashingiz mumkin. Mana bu kamera, karta tizimi, xarita tizimi bu faqat Xitoyda ishlaydi bunaqangi rejimda. O'tkazganimizda esa mana bunaqangi avtomobilni o'zi paydo bo'ladi. To'liqligicha avtomobilni shu yerdan sozlamalarni va boshqa narsalarni boshqarishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizmi? Aylantirib bemalol sozlaysiz. D-Link 5 ta ishlaydi bu yerda. Va boya aytib o'tdik karnaylari haqida. Bu yerda karnaylari 28 ta emas, 21 dona karnaylar qo'yib o'tilgan ekan. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari, musiqalarni o'zgartirish, o't oldirish, stakan qo'yish uchun joylar va muzlatgichni bitta kamerasi ham bu yerda bor. Qarang, mana buni ko'rsatib o'ting. Teshikchalarni ko'ryapsiz. Buni olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ikkita muzlatgich vazifasini ham bajaradi. Mana buni qo'yasiz va nisbatan kichikroq bo'lgan baklashkadagi ichimliklarni qo'ysangiz, shu yerda turadi va orqa tomondan ham ochiladi. Bu degani avtomobilimizda ikkita muzlatgichlari bor. Endi o'rindiqlar haqida aytib o'tamiz. Ko'ryapsiz, old o'rindiqlarda va orqa o'rindiqlarda sovutish funksiyasi bor. Undan tashqari rul va o'rindiqlarda isitish funksiyasi va to'rtala o'rindiqlarda ham massaj funksiyasi bor. Buni endi ichki qismidagi funksiyalari bo'yicha 3-pozitsiya flagship bilan, ya'ni ikkita motorli bilan solishtirsak, farq umuman yo'q. Hech qanaqangi farq yo'q. Nimasi bo'lsa hammasi bor. Faqatgina shu texnik xususiyatlari, motori bittaligi va diskasi 20 dyumdaligi. Boshqa narsalarda farq qilmaydi. Aromatizatorlarigacha birga bir qilib ishlangan. Mana pastki qismga qo'yiladi. Adashmasam shu yerda edi. Bir mijozga qo'yib bergandik. Aromatizatorlar hamma narsasi birga bir tarzda ishlangan avtomobilda. Yana bir qiziq ma'lumotga duch keldik. Hozirgi kunlarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda faol aylandi. BYD Atto 8 degan avtomobil. U avtomobil aynan mana shu Tang L, faqatgina gibrid versiyasi. Narxini bugun ko'rgandik, 621 million qancha ekan? AQSh dollariga o'girganda 52 million 200 AQSh dollari chiqyapti. U gibrid. Xitoyda gibridlar elektromobillarga qaraganda arzonroq yuradi. Sababi gibridga kichikroq batareya qo'yiladi. Elektromobil va gibridlarning narxini asosiy foizini tashkil qiladigan narsa bu batareyalari. Batareya kichikmi, narx arzon bo'lishi kerak. Elektromobilda batareya kattaroq qo'yiladi, shuning uchun Xitoyda ham elektromobil gibridga nisbatan qimmat. Bizda esa endi o'zingiz bilasiz, shuning uchun u yog'iga o'tmaymiz. Siyosatga aralashma deydi-ku, xuddi shu amalga amal qilgan holda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda tirsak suyanchiq joylari ham bor, stakan qo'yish uchun joylar, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu holatda 3 kishi harakatlanib ketsa bo'ladi. Orqa o'rindiqlarda ham 2 kishi harakatlanib ketsa bo'ladi. Orqa o'rindiqlarda ham elektron tarzda sozlash, massaj, isitish, sovutish funksiyalari bor. Massaji 8 xilda ishlaydi. Mana buni hozir ishga tushiramiz. Bu konditsioner 3-qator uchun alohida tarzda ishlaydi va mana bu qismda avtomobilimizning muzlatgichlari ham bor. Muzlatgichni ochish funksiyasi mana ko'rishingiz mumkin. Mana muzlatgichlar ochiladi, -6 gradusgacha sovutadi, +50 gacha qizdirib beradi. Ya'ni mikrovolnovka sifatida ham bemalol bundan foydalanishingiz mumkin degani. Maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Qarang, bolalar ishlatmasligi uchun qulf tizimi ham bor ekan. Undan ham foydalanib qulflab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishlamay turadi. Yuqori qismda deflektorlar va 3-qator, orqa qator uchun ham deflektor bor. Hozir endi shu yerda kadrni uzmagan holda sizga 3-qatorga qanday o'tish mumkinligini ko'rsataman. Kia Carnivalni ko'rgandik, o'zimiz qiziqib, Kia avtosaloniga borib, Kia Sorentoni, adashdim, Carnival emas, Sorentoni ko'rdik. Ochilishi juda ham oson edi. Undan oldin biz boshqa avtomobillarni sotganmiz. U bilan solishtirganda menga Sorentonikini ochilishi yoqqandi. Bunikini ko'rsangiz, Sorento ham hech narsa emas. Buni men shaxsan o'zim ko'rgan holda aytaman. Qarang, o'rindiq ko'tariladi va orqaga suriladi. Bitta tugma yordamida. Endi o'tish qanaqa? O'tish nisbatan oson. Orqada avtomobilni to'shamalari va quvvatlagichlari turgan ekan, shuning uchun joy kichikroqligiga ahamiyat bermaysiz. Narsalar turibdi, shunchaki o'tib ko'rsatyapman. O'tirish qulay, karnaylar bor, stakan qo'yish uchun joylar, orqa uchun chiroq. Bu yerda esa boya aytib o'tganimiz deflektorlar bor va 3-qator o'rindiqlariga ham bu yerda xavfsizlik kamarlari qo'yib o'tilgan. Shu yerda life hack bo'lsa, endi baribir rasmiy dilerda ham sotiladi. Ko'pchilik ochishga qiynaladi endi. O'rgatiladi sizga avtosalonda, lekin esingizdan chiqib qolishi mumkin. Qarang, qanday ochilishini va yopilishini sizga ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda tortadigan o'zini reshagi bor. Tortasiz va o'zi ko'tarilib oldinga suriladi. Mana qirs degan ovozni eshitdingiz. Qirs degan ovoz chiqqandan keyingina
shu rechakni o'zini tortib joyiga qaytarsangiz bo'ladi. Qirs degan ovoz chiqmasa, ya'ni mana bu o'rindiq orqaroqda bo'lsa va buni ochsangiz, keyin joyiga qaytmay qoladi. Shunda telefon qilib so'ramasdan o'zingiz bemalol o'z holatiga sozlasangiz bo'ladi. Orqa qator o'rindiqlari ham juda zo'r. Undan tashqari qarang, mana bu funksiyasi ham bor. Shuni ham ko'rsatib o'taylik. Ikkinchi qator o'rindiqlarni siz relisni bemalol oldiga va orqaga sozlasangiz bo'ladi. Mana bunday holatda o'tirsangiz, agar uzoq masofalarga yo'lga chiqqanda orqada nisbatan yoshi kattaroq bir 20 yoshgacha bo'lgan bolani ham bemalol olib ketsangiz bo'ladi. O'zi 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya qilinadi, chunki orqada o'tirish ularga qulayroq bo'ladi. Endi har doimgidek texnik xususiyatlari hamda avtomobilning narxini aytib o'tamiz. Kapot qismini ochamiz. An'anaga xos ravishda bu yerda hech qanaqangi agregatlar ko'rinmaydi, to'liqligicha yopilgan. Bu 115 litr sig'imga ega bo'lgan old qismdagi yukxona ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham qo'shimcha yuklarni yoki alohida yuklash kerak bo'lgan narsalarni yuklab qo'ysangiz ham bo'ladi. Pul solib ketishga ham zo'r joy. Avtomobil 100 kilovatlik 100 kilovatdan oshiq sig'imga ega bo'lgan temir fosfat batareyalar bilan jihozlangan. Bir to'liq quvvatlanishda elektr energiyasini o'zida 670 km masofani bosib o'tadi. Maksimal tezlik 240 km/s, 0 dan 100 gacha qo'zg'alish 609 soniyani tashkil qiladi. Orqa g'ildiraklar haydovchi hisoblanadi va ot kuchi 635 ta ushbu avtomobilimizda. Ya'ni o'ziga nisbatan ancha ko'p, chunki bunda BYD ning eng oxirgi ishlanmasi bo'lgan elektr motorlar qo'yilgan. Juda ham chiroyli bo'lgan avtomobil. Hozirgi kunda rasmiy dillarda Atto 8 deb sotilyapti. Agar mana shu obzorni ko'rgan bo'lsangiz, xohlasangiz Tangel, xohlasangiz Atto 8 ham xarid qilishingiz mumkin. Chunki avtomobillar bir xil, faqatgina u gibrid va narxi qimmatroq. Bu aytib o'tdim, boya ham aytib o'tdim, ya'ni gibridda batareya sig'imi kichikroq bo'lganligi uchun o'zi aslida Xitoy bozorida ham arzon, bizda esa teskarisi. Biz buni 670 km yuradigan 100 kilovatdan ortiq sig'imga ega bo'lgan batareyali avtomobilni sizga 46 ming AQSh dollariga 1 yil kafolati bilan King Motorsdan qilib beramiz. Yana ozgina kelishadigan joyi bor, bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Ularda esa gibridi nisbatan Xitoy bozorida ham arzon bo'lgani, yana rasmiy diler. Endi qanaqangi ularda imkoniyatlar bor, unisi haqida bizga to'liq ma'lumot yo'q. 52.200 dan sotilyapti. Shunday ekan, to'g'ri tanlov qiling va o'zingiz yoqtirgan avtomobilni xarid qiling. To'liq elektrni tanlasangiz, bizda siz uchun ajoyib variant bor. Like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni va bir marta bo'lsa ham King Motors showroomiga tashrif buyurishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.